Mana aka, mana 1 santimetrdan o'zi ko'rgan bilgan odam bo'ladi. Mana ko'ring, 1 santimetrdan anchagina ko'proq biz haqiqiy Qirg'iziston, haqiqiy sertifikatlangan Qirg'iziston toshi. Mana bu loy, ya'ni turpoloylarimizdan bo'lgan. Mana urib ko'rsatishimiz mumkin. Ko'rib turganlaringdek dog' bo'lyapti. Hozir ko'ramiz. Haqiqatan ketadimi yo yo'q? Ha, ko'ramiz mana. Aha. Sevib ko'ring aka, mana sevib ko'rsating. Bo'ladi, ya'ni paskalarni ham yoki blisklarni ham ko'rsatishingiz mumkin. Bu hozir blisk beradi, qachonki quyosh bo'lsa juda zo'r blisk beradi, to'g'rimi aka? Mana bu Qirg'iziston haqiqiy Qirg'iziston toshining maydalangan meli bo'ladi. Mana bunisi shivyonkasi, bu haqiqiy mana Qirg'iziston. Bu ham Qirg'iziston. Tarkibi bir, bu meli, bu toshi bo'ladi. Ya'ni keyingisi bu mikrotreshinalarni oldini olish uchun fibrobazalt mahsulotimiz bo'ladi. Bazalt. Ya'ni yorilmaydi. Shunaqa. Ya'ni garantiyali bo'ladi. Bexijolat zakaz qilsalar. Sementimiz обязательно bu Ironning sementi bo'ladi, oq sement. Oq sement. Ha, buni o'zi hamma biladi. Mana bunimiz 1 santimetr bo'ladi. 1 santimetr. Bunimiz 1 santimetr, ya'ni toshning o'zi 2 santimetr bo'ladi. 2 santimetr, plus po'kak bo'ladi. Po'kagi bilan 3 santimetr bo'lganda o'zi 5 santimetrga chiqib ketadi. Bu ozgina qimmatroq yuradi. Uyim joyim deydigan akalarimiz uchun uylaringni fasad qismi paxsani endi devor tanlamas, ya'ni termotraventin ishlab chiqaradigan, ya'ni 2025-yil trenddan tushmaydigan termotraventin fasad uchun ko'rishingiz mumkin. 6 xil fasonlari bor. Ya'ni ko'rishingiz mumkin splashnoy, ya'ni gladki, dekorativniy, dojlik variant, xohlasalaring 3D variant, xohlasalaring kirpishli variant. Eng qizig'i bu termotraventinni agar qiladigan bo'lsalaring, uylaring qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. 2025-yil termotraventin fasad narxlari nech pul bo'lyapti va qayerga dastavka qilishadi, hamma ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Kanalga yangi bo'lsalaring bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring biz har doim mana shunday foydali videolar chiqarib boraveramiz, birinchilardan ko'rishingiz mumkin. Uyini fasadini nimadan qilishni bilmaydigan aka-uka, opa-singillarimiz uchun bu videomizni обязательно podelitsiya tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Boshladik. Mana akalar videoni boshlab oldik. Ya'ni ishlab chiqaruvchi akamizni oldiga kelganmizda, ya'ni Salohiddin aka. Assalomu alaykum aka. Xush kelibsiz seximizga. Aka 2025-yil trenddan tushmaydigan, ya'ni termotraventinlarimiz narxlari qanday bo'lyapti va dastavka xizmatlari qayer bo'ylab bo'lyapti. Mana shu videomizga podrobno aytib o'tasiz aka. Bo'ldi aka, hammasini tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa. Eng qizig'i akalarimiz, ya'ni kim shu sohaga qiziqadigan bo'lsa, ya'ni ishlab chiqarishni ham o'rgatib qo'yadi ekanlar, to'g'rimi aka? Albatta o'rgatamiz. Kimda kim qiziqish bo'lsa yoki kimdir daromad qilmoqchi bo'lsa, o'zimizga, ya'ni chekka ketmasin, o'zimizga daromad qilmoqchi bo'lsa, 10 milliongacha, 15 milliongacha foydasi bo'ladi. Foydasi bo'ladi, bir oyda. Bir oyga. Bu hozir qoliplarimiz, to'g'rimi aka? Qoliplarimiz, ko'rishingiz mumkin. Bu kirpishli, ya'ni g'ishtli variantimizdan bo'ladi. Boyagida shu fasonlarimiz qanaqa holda bo'lsa, ya'ni qoliplarimiz xil fasonda qoliplarimiz mavjud. Ya'ni odamlar bir xillikdan zerikmasligi uchun biz ya'ni ko'paytirib qo'ydik. Ya'ni bir xillik bo'lmasin, ya'ni aytganingizdek dekorativniy bo'lsin. Degan maqsadda mana ko'ryapsiz, bu yerda 6 xil qolipimiz mavjud. Ya'ni 6 xil fason bo'lyapti. Ha, shunaqa bor. Keyin mana bunaqa rangli ham chiqarib berish imkoniyatlarimiz bor. Lekin bunga ko'p rangiga ko'p garantiya bera olmaymiz. Garantiya bera olmaysiz. Yo'q, buni bo'ladiki, mana ko'rsatishimiz mumkin. Buni rangi o'zini rangi. Tabiiy rang. Bu Qirg'iziston toshi sertifikatlangan Qirg'iziston toshidan bo'ladi. Ya'ni paskalarni ham yoki blisklarni ham ko'rsatishingiz mumkin. Bu hozir blisk beradi, qachonki quyosh bo'lsa juda zo'r blisk beradi, to'g'rimi aka? Fasadga qo'yganda u sirazi ma'lum bo'ladi. Hozir fasad qismini ham sirazi ko'rsatamiz. Aka, bularimiz razmerlari nechiga nechi va necha razmergacha qilib tayyorlab bera olasiz? Bizga mavjudligi hozir 30 ga olmish. 30 ga olmish. Eng kattasi bo'ladimi bu? Eng kattasi mana shu. Bu ham hozir endi trendga kirdi. Ya'ni bu 2 etажkalik yoki katta zanaligi bu juda ham chiroyli chiqadi. Katta zanalar bo'lsa, обязательно bundan tavsiya qilamiz. 1 etajlik bo'ladigan bo'lsa, bunimiz 25 ga 50 imiz bu chiroyli chiqadi. 25 ga 50. Shunaqa. Agarda obunachilar telefon qilib, menga mana shu imini mana shunaqa razmerda, ya'ni 30 ga olmish, xuddi mana shunaqa 3D fasondan ham qilib ber desa, qilib bera olamiz. Qilib beramiz. Undan bizga muammo yo'q. Biz birinchi qo'l ishlab chiqaruvchimiz, bizga kuniga 100-120 kvadratgacha chiqarish imkoniyatlarimiz mavjud. To'g'risi kecha ko'rganimizda bu yer to'lib turuvdi. Dastlabki qo'rqlaysiz, to'g'rimi aka? Kecha chaqirmoqchi edik, endi klientimiz srochniga chiqarib olaylik degani uchun siz mana shu taraflar to'laydi, chiqarib yubordik. Ya'ni bu tarafga 1 kunlik chiqarganimiz bor, kamroqni ozgina. Zo'r. Aka, 2025-yil bu termotraventin, ya'ni narxi nech pul bo'lyapti? Shu haqida ma'lumot bering. Narxlarimiz har xil bo'ladi.
Ya'ni 25 ga 50 imizni mana buni variantimizni 115 ming so'mdan Samarqand shahar bo'ylab dastavkamiz ichiga. Aka bu bir kvadrati bo'ladi. Bir kvadratiga 8 zona bo'ladi. Bunaqa narx faqat bizga o'zi sizni videolaringizga ham yoki boshqa hamma joy ko'rsa ham eng arzoni bizga bo'ladi. Nasib bo'lsa obunachilaringiz ham sizga baraka topdi, ya'ni arzon narx ko'rsatgani uchun. Bizlar birinchi qo'l bizga odamlar shunaqa endi bir ikkita endi hamma ham emas, bir ikkita telefon qiladi. Biz 115 ming so'm desak, nimaga arzon seniki deydi. O'sha arzon sifatiga nima yukni sifatsizini qo'shasanmi deydi. Yo'q, bizda bunaqa narsa yo'q. Endi arzon degani sifatsiz narsa degani emas. Biz eng zo'r sifatini qo'yamiz, odamlarning kissasiga o'sha plyus bo'lsin degan maqsadga. Mana o'sha haligini ham ko'rsatishimiz mumkin. Tarkibini bir gapirib o'tdik. Ya'ni so'z isboti bilan bo'lsin. Mana tarkibini ko'rsatamiz. Bu hozir shu tarkibi bo'lyapti. Tarkibi mana aka. Bu yerda nimalar bor aka? Mana bu Qirg'iziston, haqiqiy Qirg'iziston toshini maydalangan meli bo'ladi. Mana bunisi shivyonkasi, bu haqiqiy Bu ham Qirg'iziston. Bu ham Qirg'iziston. Tarkibi bir, bu meli, bu toshi bo'ladi. Ya'ni keyingisi bu mikrotreshinalarni oldini olish uchun fibrobazalt mahsulotimiz bo'ladi. Bazalt. Ya'ni yorilmaydi. Shunaqa. Ya'ni garantiyali bo'ladi. Bexijolat zakaz qilsalar. Sementimiz Abzatni bu Ironning sementi bo'ladi, oq sement. Oq sement. Buni o'zi hamma biladi. O'zimiznikilar ham paddelkalar ham chiqib ketdi buni. Biz buni paddelkalardan qo'shmaymiz. Ironning original sementidan qo'shiladi. Yana qo'shiladigan bir ikkita ximikatlarimiz bor. Ya'ni mana shuni bir qilib aralashganda xuddi mana shunaqa mahsulot chiqadi. Zo'r. Mana bu operativ ko'rsatishingiz mumkin. Ya'ni bunimiz nimamiz bo'lyapti? Pukkagimiz bo'lyapti, to'g'rimi aka? Mana pukkagimizni ham mana ko'rish mumkin obunachilar. Biz plotni anchagina baquvvat plotni chiqaramiz biz. Chunki buni ishlab chiqaruvchi ham o'zimiz. Buni chiqarishni ham o'zimiz chiqaramiz buni. Aka, qalinligi necha buni? Buni 3 santimetrlik bo'ladi bu. Bu tosh qo'yganimizdan keyin bu toshimiz 1 santimetr bo'lib, abzat bu keyin 4 santimetrga aylanadi. 4 santimetr. Buni biza imkoniyatimiz 5, 6, 7, 10 santimetrga chiqarish imkoniyatlarimiz bor. Narxiga qo'shiladi. Agarda bizda obunachilardan telefon qiladigan bo'lsa, yo'q, menga bunaqa pukka kerak emas, menga faqat traventin toshini o'zini qilib beringlar desa ham qilib bera olamizmi? Uni ham qilib beramiz. Faqat ozgina muammoroq bo'ladi, lekin qilib beramiz, mayli. Ya'ni uylarga tavsiya qilmaysiz, zabor, shunaqa joylarga tavsiya qilasiz, to'g'rimi aka? Narxlarni davom ettiradigan bo'lsak, bunisini 25 yilligimizda 115 ming so'm Samarqand shahar bu dedik, 115 ming so'm dastavkasi ichiga dedik. Mana bunimiz 30 ga olishimiz ozgina bizga mahsulotimiz ko'proq bo'lgani uchun buni 120 mingdan dastavkasi ichiga. 120. Faqat Samarqand shahri bo'yicha, u Samarqand shahridan chiqsa, dastavkasini kelishilgan holatga qo'yaveramiz. Keyin bu kirpechniy variantimiz, bu ham 115 ming so'm. 115 ming bilan, Mana bunimiz stredimiz 120 ming so'm beramiz buni ham. 1 kvadrat. Chunki buni mahsuloti ko'p bo'ladi. Keyin dojlik variantimiz, brilliant variantimiz. Buni ham 115 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin mana bunimiz bor, bunisi yangi chiqdi. Dekorativniy ekan. Buni ko'rsatishingiz mumkin. Mana, yaqinroq keling mana. Mana bunimiz 1 santimetr bo'ladi. 1 santimetr. Bunimiz 1 santimetr, ya'ni toshni o'zi 2 santimetr bo'ladi. 2 santimetr plus pukkak bo'ladi. Pukkagi bilan 3 santimetr bo'lganda o'zi 5 santimetrga chiqib ketadi. Bu ozgina qimmatroq yuradi. Bu 130 ming so'mdan qilib beramiz buni. Hozir klientlar o'sha telefon qilishyapti, mana shunga hozir zakazlarimiz ko'paydi sekin-sekin. Ya'ni trendda bo'lyapti. Bu trend, bu yangi chiqqan mahsulotimiz. Keyin aka, bizda obunachilardan, ya'ni uyida ustosi yo'q aka. Misol qildirgan ustosi yo'q. O'zimizda ham ustalarimiz bormi aka? Borib misol o'rnatib berish. Bizda o'rnatib beradigan ustalarimiz ham bor, ya'ni topib ham beramiz. Ya'ni buni ko'p o'zi terish, ustanovka qilish qiyin emas o'zi buni. Ustanovka qilish, masalan, uyda masalan aka-ukalarimiz bo'lsa, biz ya'ni tushuncha beramiz qanaqa terish kerakligini, muammosi yo'q buni. Terilib ketaveradi. Uyda egalari ham teraveradi buni. Aka, video boshiga aytdim, ya'ni paxsa devor, shlaka blokka ham qilsa bo'ladi dedi. Bemalol, hech qanaqa problemasi yo'q, chunki buni o't plyonnisi bor orqasida, kafelli kilik surtiladi, rajaga qo'yiladi, terilib ketaveradi. Terilib ketaveradi. Devorni umuman tanlamaydi. Nimaga teriladi aka? Bu kilikmi? Kafelli kilik. Kafelli kilik. Ya'ni bizga hamma tushunchalarni beramiz. Bizga telefon qilsa, tushunmaganlarga. Tushunganlar o'zi biladi buni qanaqa mahsulotligini. Bu hozir zakazga aka. Bular hammasi zakazga. Boya aytganimizdek, bu zakaz boshqa yangi zakazimizni tayyorlash jarayoni bu. Kecha zakazlarimizni Samarqand shahridagi zakazimizni yopdik. Yana Samarqand shahriga zakazlarimiz bor. O'shani tayyorlash jarayonlari bo'lib turibdi hozir. Aka, bizni 12 ta viloyatda ham kuzatishadi. Agarda misol 500 kvadrat yoki 600 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, ob'yomlari
dastavkani ham qilib bera olamizmi aka? Kelishamiz uni. Telefon qilsin, chiroyli hech kimni xafa qilmaydigan narxga kelishamiz. Salohiddin aka nomeri pastga bo'ladi, Telegram, WhatsApp bu. Abzatini bor, hammasidan bor. Agar shu yerda kelaman desalaring ham, manzilimiz Samarqand viloyat Urgut tumani O'rmas mahallasi bo'ladi. Mana zakazlarimiz ko'pligidan har kun yangi qoliplarimizni olib kelamiz. Mana yangi Bu qoliplarimiz. hozir pachka qoladi. Ha, pachka. O'chilgan. Bugun endi bo'lgan yigitlarimizga, ishchilarimizga 2-3 kun javob berdik. Chunki ular ham dam olsin. Ular chunki ertalab 8 ga kelishadi, oqshom 12-1 gacha ishlashyapti. O'zi anagimiz ko'pligidan, zakazlarimiz ko'pligidan ulgura olmasligimiz uchun qolipimiz har kun yangi qoliplar qo'shilyapti. Boshlagan qoliplarimiz bor. Aka misol 600-700 kvadratlik joyi bor. Sizga agarda buyurtma beradigan bo'lsa, qancha vaqtga to'g'rilab bera olamiz? 600-700 kvadratni zog'i bilan 10 kunga tayyorlab beramiz. 10 kunga tayyorlab berasiz. Balki bundan ham kamroqdir balki. Aka o'zi terilgan jarayonni ham bitta ko'rsatamiz, ha? Mayli, ko'ramiz, tushuntiramiz. Mana boya aytgan semenimiz aka, yaqinroq olib keling. Oqsement. Oqsementimizni aytdik, Eronniki mana so'z sifati bilan bo'lsin. Mana ko'rsatishingiz mumkin, bu haqiqiy Eronning sementi. Eron sementi. Aytishimiz mumkin, biz ham mana bu podyoskalar bizlar bu ham o'zimiz chiqaramiz. Biz o'zi ishlab chiqaruvchimiz deb aytdik-ku sizga. Boyaga penasidan tortib podyoskalarigacha o'zimiz ishlab chiqaramiz. Buni qo'yadilar, boyagida devorga kilidni tortib yopishtirgandan keyin mix ham tortib qo'ysa bo'laveradi. Shunaqa. Zo'r. Hozir bu fasad qismimiz, ya'ni ko'rishingiz mumkin, hozir mana shu qo'lga keladi. Bu har xil variantdan, ya'ni abrazingiz uchun terib qo'yasiz. Ha, bu abraziz uchun. Mana shu yerga mana 5 xil qolipimiz bor, mana shu yerga bor. Hozirchalik biz o'zimiz terganmiz, mana ko'rsatish uchun odamlarga. Bu teriladigan obyektlarimiz hozir juda ham ko'p. Hozir ishimiz ko'pligi uchun ulgura olmayapmiz har bitta obyektga borib video qilish uchun. Agarda dog' bo'lib, kir bo'ladigan bo'lsa, misol ketkazsa bo'ladi. Yo'q, bundan problema yo'q, umuman. Bunga o'zi asliga lak urilishi kerak, biz bunga lak urmadik. Lekin endi boyaga odamlar ko'rsatish uchun. Abzatni besivitni laklari bor. O'zi urilsa, bundan ham ko'ra bileslari ochilib, boyaga quyoshdan, yomg'irlardan yana ham ko'proq muddati uzoqroqqa yetadi. Hozir aytganingizdek eksperiment qilib ko'rsatishimiz mumkin loydan. Zo'r. Mana aka. Yaqinroq olib kelib ko'rsatishingiz mumkin, mana akalar. Haqiqiy loy. O'zimizning loy, ya'ni turpoq loylarimizdan bo'lgan. Mana urib ko'rsatishimiz mumkin. Ko'rib turganlaringdek dog' bo'lyapti. Hozir ko'ramiz. Haqiqatan ketadimi yo yo'qmi? Ha, ko'ramiz mana. Sevib ko'ring. Aka mana sevib ko'rsating. Bexijolat, ya'ni dog' bo'lmaydi. Yo'q. Agarda karcher bo'ladigan bo'lsa, bir degaga tozalab qo'ysa bo'laydi. Shunaqa. Napor pastroq. Ketadi hozir mana hozir bilan qilamiz. Ha, mana o'zi ketyapti aka. Ko'rishingiz mumkin. Bexijolat, ya'ni yuvib olaversa ham bo'laveradi. Zo'r. Muammosiz aka buni yuvish. Ya'ni uzoq yillar davomida xizmat ko'rsatadi abzatimiz sizga. Ya aka video boshiga aytdim, kelyapti operator. Mana bo'ldi. Video boshiga aytdim aka, boyagiday qishda issiq, yozda salqin dedim. Shunaqa. Boyagiday hozir ko'ryapsiz, elementlar ko'tarilib ketib, suyuqlarni. Albatta shunaqa bo'ldi, to'g'ri. Endi boyagiday kam xarajat, kam elektrik yo'qadilar, ya'ni issiq bo'ladi, to'g'rimi? Albatta bu narsa 3 sm pokkaydi hisobiga ancha o'zi issiqni juda ham zo'r ushlab beradigan narsa bu. Xohlasangiz mana sindirib ham ko'rsatamiz tarkiblarini. Eksperiment ham qilamiz, sindirib ko'rsatamiz. Boyagiday haqiqatan 1 sm deyaptilar, ko'ramiz hozir. Yo'q, bitta narsani tushuntirish esdan chiqdi. Bizlardagi 1 sm dan ko'proq. Biza yana ham mustahkamroq, yana ham ko'p yillar xizmat qilsin deb turib, biz bunga 3 kg 200 solishni boshladik bunga. Ya'ni sementlarini ham ko'paytirib, ulangisini ham ko'paytirdik. O'zi asliga bunga 3 kg solinishi kerak. Biz bunga o'zi 3 kg 200 solishni boshladik. Yana ham baquvvatlashdi bu. Bu toshimiz 1 sm emas, 1.3, 1.2 atrofida bo'lyapti. Mana yaqinroq olib keling, mana bu hech qayerda sinmagan, mana ko'rsatishimiz mumkin, mana hozir sindirib ko'rsatamiz. Mana bunga ham sindirib ham ko'rsatsak bo'lar, ha? Akam, operator mana yaqinroq olib keling. Mana plotnislari ham anchagina baquvvat bizadiki. O'zini ham hisobga olasiz. Mana shu qo'l botmay ekan. Qalinligini hisobiga issiqni juda ham zo'r ushlab beradi bu. Termizday bo'ladi. Termiz. Mana aka. Mana 1 sm dan o'zi ko'rgan, bilgan odam bo'ladi. Mana ko'ring, 1 sm dan anchagina ko'proq bizada. Haqiqiy Qirg'iziston, haqiqiy sertifikatlangan Qirg'iziston toshi.
Mana bu ko'rishingiz mumkin, pokkagimiz 3 sm, toshimiz o'zi 1 sm dan ko'p bo'lyapti. Biri 2, biri 3 shunday bo'ladi. Shunaqa, bu ancha baquvvat. Klientlarimizga yana ham yaxshiroq bo'lsin degan Aka, maqsadga. garantiya qancha beramiz bunga? Aka, buni rangiga, sifatiga 10 yildan ziyod garantiya bizadan. Garantiya berasiz. Garantiya abzal. Yoki o'sha o'zi tushib ketsa yoki nimadir bo'lsa, siz aniq borib o'rniga qo'yib beramiz bor. Servis xizmat bor. Bor, servis sifatimiz qilib beramiz buni. Gap bo'lishi mumkin emas. Boyagiday akamizni nomerlari pastga bo'ladi. Telegram, WhatsApp ishlaydi. Kelaman desalar, lokatsiya tashlab beradi. Bemalol bexijolat kelishlari mumkin. Akajon, kattakon. Mayli, yana abrochinani o'rganmoqchi bo'lganlar uchun ham, masalan, sizni kanalingizdan chiqib, abrochinani o'rgatamiz deb o'rganamiz deb kelsa, ularga ham skidka qilib chorliq beramiz. O'rgatib berasiz. O'rgatib beraman. Mana kelishadi, xohlasa mehmon bo'lishadi, xohlasa biz borib o'rgatib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Lekin ozgina qo'shiladi unisiga. Qo'shiladi. Borsak, ular kelsa, mana kelishadi, bemalol bizlar bilan ishlashib, mana shogirdlarimiz yoniga qo'yamiz, o'zimiz 3 kunmi, 4 kunmi mana ishlab o'rganib ketishadi. Xudo xolasa biz hammasini beramiz. Pokkasi, mana pokka penasi deysizmi, podveskasi deysizmi, toshi qayerdan oladi, nima qiladi, hammasini o'zimiz qanaqa chiqarsak, xuddi o'shanaqa uyoltirmaydigan sifatga ularga ham chiqarib beramiz. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, biz har doim mana shunaqa ishlab chiqaruvchi akalarimizni ishdan chiqarib boraveramiz, birinchilardan ko'rishlar mumkin. Fasad qildirmoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga bu videomizni обязательно podelitsiya tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz.